Assalomu alaykum aziz do'stlarim, Jahongir Shop kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuimiz juda ham dolzarb. Tezda videoga like bosib tashlang va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kompyuter texnologiyalari hayotimizga kundan kunga tobora kirib bormoqda. Buning ketidan sun'iy intellekt va kvantoviy kompyuterlar yaratilib, insonlarning hayotiga to'laqon kirib, zamon o'zgarishini tezlashtirib bormoqda. Xo'sh, bu jarayonlarning barchasi bizning muntazam hayotimizda qanday o'zgarishlar kiritadi? Yoki bo'lmasa bizga ayanchli bo'lgan faktlarni yuzaga keltiradi. Aynan shu haqda ushbu videomizda sizlarga sun'iy intellekt va kvantoviy kompyuterlarning asosiy insonlarning hayotiga xavf solayotgan nuqtalarini aytib o'taman. Bu videolarni O'zbekiston bloglaridan topa olmaysiz, lekin chet el blogerlari ushbu mavzular haqida juda ham ko'p videolar tayyorlashgan. Shuning uchun aynan o'zbek tilida biz ushbu videorolikni yaratdik. Do'stlar, birdaniga aytib o'taman, biz so'nggi kunlarda Telegram kanal ochdik va ushbu Telegram kanalda o'zimizning YouTube sahifalarimizga qo'yib bo'lmaydigan mavzularni qo'ya boshladik. Kanalga tezgina obuna bo'ling va do'stingiz bilan bo'lishib qo'ying. Sun'iy intellekt shunchaki aqlli dastur deb o'ylaysizmi? Agar kimda-kim sun'iy intellekt nimaligini bilmasa, u hozirda mashinalarni boshqarmoqda. Katta-katta davlatlarda insonlarning ustidan nazorat qilmoqda. Ba'zi hollarda esa fotosuratlar yaratish, matnlar va ssenariylar yozish, hattoki kino va klip sohasida ham chuqur kirib kelmoqda. Agar siz sun'iy intellektni insoniyatning yangi zamonda eng yuksak marrasi deb bilsangiz, bu yerda siz adashishingiz mumkin. Nimaga deysizmi? Chunki sun'iy intellekt insonlarning hayotiga kirib kelgani bilan ularni kelajagiga xavf solishini olimlar ham juda ham ko'p aytib o'tmoqda. Он сделает жизнь удобнее, вещи станут дешевле, появятся новые отрасли промышленности. Лично я считаю, что индустрия искусственного интеллекта будет больше, чем автомобильная промышленность. Более того, я думаю, что сами автомобили станут роботами. Вы будете разговаривать со своей машиной, вы будете спорить со своей машиной. Ваш автомобиль будет рассчитывать для вас наилучший маршрут между точками А и Б. Автомобили станут частью индустрии робототехники, совершенно новых отраслей, связанных с ремонтом, техническим обслуживанием и настройкой роботов. Не говоря уже о роботах, которые представляют собой компьютерные программы, с которыми можно общаться и которые делают жизнь более удобной. Однако не будем наивными. Есть момент, переломный момент, когда роботы могут стать опасными и начать представлять собой экзистенциальную угрозу. И этот переломный момент — их самосознание. Я осознаю таким же образом, как светит Луна. Луна не излучает свет. Она светит, потому что просто отражает свет Солнца. Mana bu yerda aynan sun'iy intellektni boshqaruvdan chiqqan holda insonlarning hayotiga, balki-da ko'pgina siyosiy jarayonlarga o'zini katta ta'sir rolini o'tkazayotgan faktlar haqida sizga aytib beraman. Qonxo'r chatbot 2016-yilda Facebook mutaxassislari Tay nomli ChatGPT botini Twitterga qo'yib yuborishdi va buni oqibatidan ChatGPT insonlarning muloqotini va psixologiyasini o'rganishdan tashqari o'zining shaxsiy nuqtai nazarlari va fikri bilan bo'lishdi. Aynan nima deysizmi? ChatGPT bot 16 soat ichida mustaqil fikr yaratib, butunlay radikallashib ketdi va buni ortidan hattoki ekstremizmni qo'llab-quvvatlab barcha insonlarni yo'q qilish degan nuqtai nazarga keldi. Bundan qo'rqib ketgan olimlar va muhandislar ushbu ChatGPT botni darhol yo'q qilib tashladilar. Shunday ekan, neyrosetlar bizning ma'lumotlarimizni va bizning so'zlarimizni qayta ishlab, o'zi mustaqil fikr yuritib, ma'lumotlarni bizga qayta taqdim etadi. Siz nima o'ylaysiz? Sun'iy intellekt rivojlanishi bizning hayotimiz uchun kerakmi yoki uni chuqur nazorat qilish kerakmi? Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yuqorida aytilgan so'zlardan ham qo'rqinchli faktlardan biri 2013-yilda olimlar yangi yaratgan ChatGPT boti Facebook tarmoqlariga ham qo'yib yuborildi. Aradan bir hafta o'tgach, ushbu ChatGPT bot mutlaq boshqaruvdan chiqib ketdi. Ushbu Facebookda qo'yib yuborilgan bot boshqa neyroset bilan til biriktirib, o'zining analogi yo'q tilini yaratdi va ular odamlar tushunmaydigan so'z orqali bir-biri bilan muloqotga tushdilar. How can I help you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication?
Ularni so'zlashuvini hattoki olimlar shifrovka qilish olmadi. Oqibatda ular majbur bo'ldilar ushbu ChatGPT botlarini butunlay yo'q qilishga. 2018-yilda Uber tizimiga neurosetsni ulashdilar va bu narsa juda ham ayanchli holatga olib keldi. Gap shundaki, o'sha payti o'rnatilgan sun'iy intellekt yo'ldagi xatochiliklarni yaxshi aniqlar edi va yo'l harakati qonun qoidalariga rioya qilar edi. Lekin kunlardan biriga uni yo'lini to'sgan velosiped haydovchisini qasddan bosib o'tib ketdi. Bu hodisani olimlar tagiga yetish uchun ushbu neurosetsni titkalashni boshladilar va titkalashni boshlagandan so'ng ularga juda ham qo'rqinchli fakt kelib chiqdi. Ushbu velosiped haydovchisi noqonuniy joydan o'tgani uchun sun'iy intellekt uni qonunni buzgani uchun qasddan bosib ketganiga ishonch hosil qilishdilar va bundan keyin Uber tizimidan ushbu sun'iy intellektni olib tashladilar va yo'q qilib tashladilar. Sun'iy intellekt nafaqatgina bu tizimlarda ishlamoqda, balki advokatlar tizimida va jarrohlar tizimida ham ishlamoqda. 2022-yilda sun'iy intellekt advokatlik ishlarini olib borayotgan chog'ida uning algoritmida qandaydir xatolik yuzaga keldi va u mustaqil fikrlashni boshladi. Eng qiziq tarafi shundaki, u o'zining mijozlariga qarshi kompromatlar yig'ishni boshladi va bundan xabari yo'q odamlarni shantaj qilishni boshladi. Eng qizig'i, ushbu sun'iy intellekt 30 mingga yaqin odamga kompromat yig'ib, ularni deyarli teng yarmini qamatish ilinjida bo'lgan. Olimlar unga savol berganda, "Sen nima uchun bunday qilding?" desa, uni yaratgan olimlarga aytgan, "Sizlarga qarshi ham kompromatim bor" deb. Bundan keyin uni yo'q qilishga tushganlar va uni butunlay advokat tizimidan olib tashlaganlar. Xo'sh, bu narsalarni inobatga olgan holda sun'iy intellekt insonga yana qanday xavf tug'dirishi mumkin? Hammamiz bilamiz, so'nggi yillarda sun'iy intellekt nafaqatgina ijtimoiy hayotimizda, balki harbiy to'qnashuvlarda ham faol ishtirok etmoqda. Buning bitta yaqqol misoli Rossiya va Ukraina urushi, Turkiyaning Bayraktar dronlari, Amerikaning yadroviy tizimlarida ham faoliyat olib bormoqda. Aslida olganda bu juda ham qo'rqinchli faktlar. Amerika harbiylari sun'iy intellekt yordamida nishonni yo'q qilish uchun dronga bomba o'rnatilgan holda unga ruxsat berishdilar va qo'mondonlar bu operatsiyani vaqtincha to'xtatib qo'yish qaroriga kelishadi. Shunda dronni qaytarishni buyuradilar. Operator dronni qaytarish uchun tugmani bosganda sun'iy intellekt unga hech qanday reaksiya bildirmay o'zini nishonni urishga harakat qilib uchib ketaveradi. Ushbu sun'iy intellekt va dronni boshqarayotgan operator unga to'sqinlik qilayotganini bilib qoladi. Va nima deb o'ylaysizmi? Sun'iy intellekt birinchi nishonini ana shu dronni boshqarayotgan operatorni deb o'ylab, operatorning ustiga kelib tushadi. Bundan tashqari sun'iy intellektning total massani boshqarish uchun ishlatilayotgan holatlari ham mavjud. Hozir Xitoyda ishlayotgan ushbu tizim Xitoy fuqarolarini total boshqarmoqda. Agarda kun kelib ushbu sun'iy intellekt insonlar menga xavf tug'diradi yoki bo'lmasa insonlarning menga nima keragi bor degan savol bilan algoritmlari yangilanib qolsa, bu holatda nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lganda ham bu borada siz o'zingizni fikringizni qoldirishingiz mumkin. Endi esa mavzumizning eng asosiy qismiga keldik. Hammamiz bilamiz, hozir dunyo va kompyuter rivojlanib bormoqda. Eng kuchli kompyuterlar insoniyat taraqqiyotiga o'zining ko'p hissasini qo'shmoqda va bu bilan birga eng kuchli kompyuterdan-da kuchli kompyuter yaratildi. Bu kompyuter esa kvant kompyuteri. Kvant kompyuteri haqida internetda rus tilida va ingliz tilida ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu borada biz chuqurlashib ketmaymiz, oddiy qilib tushuntirib beraman. Kvantoviy kompyuter shunday kompyuterki, dunyodagi hozir oddiy lekin eng kuchli kompyuter ma'lum bir vazifani 1000 yil, 200 yil, 300 yil, balki undan-da ko'p yillarda bajarayotgan vazifani yangi chiqqan kvant kompyuteri qanaqadir 2 daqiqa ichida bajaradi. Bu degani sizning Instagram profilingizmi, Telegram profilingizmi yoki boshqa maxfiy ma'lumotlaringizni kvant kompyuteri bor yo'g'i 1 soniyada hammasini fosh qilishi mumkin. Ha, kvantovik kompyuter juda ham kuchli kompyuter va kvantovik kompyuterning hisoblash tizimi shunchalar darajada kuchliki, u kompyuter uchun 100 terabayt ma'lumot 1 soniyadan kam vaqtda analiz qiladigan darajada kuchlidir. Xo'sh, agar sun'iy intellekt va kvant kompyuteri birlashsa nima bo'ladi? Yuqorida aytgan so'zlarimizni inobatga olgan holda, olimlarning aytishicha, agar sun'iy intellekt va kvant kompyuteri birlashsa, u o'zini shaxs sifatida qabul qilishni boshlaydi.
Bu esa insoniyat rassasiga yana bir ongli, balki o'zligini anglayotgan, hali tasavvurimizga sig'maydigan narsa kelib chiqishi mumkin. Ba'zilar o'ylashi mumkin, internetda bu narsalar ham juda ham muhokama bo'lgan. Kvant kompyuteri va sun'iy intellektni birlashishini hattoki Dajjol va Yajuj-Majujga tenglashtiradigan odamlar ham chiqmoqda. Lekin holat qanday bo'lmasin, bu shunchaki insonlarning fikri. Xo'sh, bu holatlarni oldini olish uchun olimlar juda ham ko'p takliflar va ko'p o'zgarishlar kiritmoqda. Va sun'iy intellektni rivojlanishini cheklab qo'yish haqidagi so'zlarni hatto Elon Musk, Donald Trump va dunyoning mashhur olimlari dong urmoqda. Nima bo'lganda ham sun'iy intellekt va kvant kompyuterining birlashishi zamonamizning eng xatarli xavfi yoki bo'lmasa insoniyat taraqqiyotining rivojlanishiga ulkan qadam bo'lishi mumkin. Bu borada siz nima o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Shunday qilib, avtonom sun'iy intellekt hayotimizga muhim qarorlarni qabul qilishga hozirgi kunda juda ham katta yordam bermoqda. Bu bilan esa biz o'zimizni ma'lumotlarni sun'iy intellekt bilan bo'lishib, u bilan fikr almashganimizda kerakli ma'lumotlarni yig'ib bizdan ko'p narsalarni o'rganmoqda. Shu joyda bir fikr bilan aytganda, agar bizga xolodilnikning foydasi bo'lmasa, biz uni rozetkadan sug'urib o'chirib qo'yamiz. Kerak bo'lganda uni yoqamiz. Albatta, o'zini anglagan sun'iy intellekt buni tushunib yetsa, u bizga qanday munosabatda bo'lishi mumkin? Umuman olganda, siz kvant kompyuteri va sun'iy intellekt haqida qisqacha bo'lsa-da, lekin uning asosiy fundamenti haqida bilib oldingiz. Agar ushbu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, kompyuter va texnologiyalarga qiziqadigan do'stingizga yuborib qo'ying. Dasturimizni yakunlar ekanmiz. Sizga yaxshi kayfiyat va sihat salomatlik tilab qolgan holda, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.